va pulda. Chunki boquvchi erkak kishi. Agar bu dunyo erkak uchun kurash, agar shu joyingdan qaysi joying zaif bo'lsa, kurashda o'sha yeringdan tortishadi. Tushun, zaif nuqtang bo'lmasligi kerak. Sen majbursan, erkak bo'lmoqchimisan, sen majbursan shularni birlashtirishga. Bu qolgani bari bahona, harakat qilsang hammasini beradi Xudo. Video tagida havola bor. Shu havola orqali jamiyatga qo'shilishing mumkin. Qara, standartlar insonni o'zgartiradi. Ishon. Dubayga borsang, seni standartlaring o'zgaradi. U yerda dunyo boshqacha, hamma kelgan standartlar, xizmat ko'rsatish, muomala, ilm vobshe boshqacha. Sen istaysanmi, istamaysanmi, muhit o'zgardiki, o'zing ham o'zgarasan. O'sha uchun jamiyatda shunaqa muhit bor. Ilmga chanqoqlik, hamma bitta missiya uchun harakat qilish. Mana shunaqa muhit bor. Bunaqa muhit seni o'zgartiradi. Sen 4 ta o'g'ri bilan yursang, 5-o'g'ri bo'lasan. Sen 4 ta boy bilan yursang, 5-boy bo'lasan. Tushunmasligi mumkin, seni tilingda aytaman. 4 ta power bilan ovqat pishiradiganlar bilan yursang, istaysanmi, istamaysanmi, ular ovqat haqida gapirganidan seni ham qisman bo'lsa ham ovqatni qanday pishirilishini, nima qilishni, qanday qilishni tushunasan. Xuddi shunday biznesmenlar bilan yursang, shu muhitda yursang, qanday qilib pul aylanishini, nima bo'lishini tushunasan. Agar senda o'rtoqlaring bilan o'tirganda faqat pul, hayoting, ichki hayoting nima qilish haqida gapirmasang, kim qaysi vaynerlarni, kim qaysi munosabatlarni, kim qaysi kimlarni gapirsang, o'zing uchun sarflamasang hayotingni, boshqalar uchun sarflaysan-ku, bu hayoting buzilib ketadi. Men aytyapman. Jamiyatda hamma bir narsa uchun harakat qiladi. Kuchli bo'lish, aqlli bo'lish va moliyaviy erkin bo'lish. Bu narsalarni buzganim, sen tushunishing uchun, seni miyangda shunaqa narsalar bor. Shu narsa uchun qildim. Tushun. Qorbobo bilasan, lekin tark etmaydi. O'sha qorbobo keltiradigan sovg'alar, boshqa umid berish, harakat qilishdan seni to'xtatadi. Nimadir kutish emas, harakat qilish kerak. Men tasavvur qil, otang kasal bo'lib qoldilar. Tasavvur qil, puling yo'q.